Assalamu alaykum qadirli savodoshlar. Farabiy To'r darsxonasiga xush keldiңlar. Bugun hozirgi zaman Uyg'ur tili darsimizning 5-chi darsiga boshlaymiz. 5-chi darsimiz tilning tarkibiy qismlaridan fonetikaning 1-chi bölümü. Dersimizga başlashdan burun o'tgan soatlik darsimizning oxirida sizlarga so'ralgan 2 savolimizga qisqacha javob berib o'tamiz. Birinchi savol: siz tug'ilib o'sgan yoki ota-onangiz tug'ilib o'sgan joyda qo'llanilgan Uyg'ur tili qaysi dialektga tushib kirdi? Bu savolga meylen özünün şəxsi əhvalıga asasən cavab bəs buldu. Mənə nisbətən bu sualın cavabı mən doğulub öskən joyda qo'llanilgan Uyg'ur tili mərkəzi dialekti tarım şivisi kirdi. İkinci sual: Uyg'ur tiliga chet tillardan kirgan qaysi so'zlarni bilasiz deganda, mening tunji bo'lib aqlimga kelgan so'zlar shular. Farschadan xudo, xar, tixit, Nevruz qatorliq so'zlar bor. Bundan boshqa intayin nurg'un so'zlar bor. Farschadan bulardan sırf intayin ko'p qo'shimchalar kirgan. Masalan, Turkiston degan so'zki iston qo'shimchasi farschadan kirgan. Bexabar, bechora degan so'zlardagi oldi qo'shimcha bo'lgan be farschadan kirgan qo'shimcha hisoblanadi. Bundan boshqa noumid, nachora degan so'zlardagi nomu farschadan kirgan qo'shimcha hisoblanadi. Arabchadan kirgan so'zlardan katib, maktab, zakat, huquq qatorliq so'zlar esimga kelibdi. Ruschadan kirgan so'zlardan rumka, basnoshka, shepka qatorliq so'zlar esimga kelibdi. Xitoychadan jo'za, sulyov, ko'yza qatorliq so'zlar esimga kelibdi. Bundan boshqa chet tillardan kirgan intayin ko'p so'zlar bor. Masalan, inglizchadan kirgan kompyuter, televizor qatorliq so'zlar bor. Endi darsimizga kelsak, tilning tarkibiy qismlari degandik. Tilning tarkibiy qismlariga har qanday bir til fonetika, leksika va grammatikadan iborat 3 tarkibiy qismdan tarkib topadi. Bu 3 tarkibiy qism bir-biri bilan zich bog'langan holda mavjud bo'lib turdi va birlikda bir tilni barliqqa keltirdi. Uyg'ur tilidan o'xshashla Uyg'ur tilining tarkibiy qismlari fonetika, ya'ni til tovushlari, leksika, ya'ni so'zlik va grammatikadan iborat 3 tarkibiy qism bo'ladi. Undaqda bular bilan qisqacha tanishib o'taylik. Fonetika nima deganimizda, fonetika til tovushlarini tadqiq qiladigan fan. U til tovushlarining tuzilishi, turlarga bo'linishi, tovush chiqarish a'zolari, tildagi fonema, ya'ni ma'no farqlantira oladigan tovushlar, ularning shakllari, tovushlarning birikish, o'zgarish jarayonlari, tovushlarning moslashish qonuniyatlari, bo'g'im, urg'u qatorliqlarni, shuning bilan birga to'g'ri talaffuz qilish qoidalarini o'rgatadi. Undaqda leksika degan nima deganimizda, leksika so'zlik demakdir. Bir tildagi barliq so'zlarning yig'indisi leksika deyiladi. U tilimizdagi so'zlarning qurilishi, taraqqiyoti, so'z ma'nosi va turlari, so'z ma'nolarining ifodalanish yo'llari qatorliqlarni o'rgatadi. Shundaqla tilimizdagi turaqliq tarkiblarmi leksika doirasiga kiradi. Turaqliq tarkiblar deganimizda idiomlarni o'z ichiga oladi. Tilning tarkibiy qismlaridan grammatikaga kelsak, grammatika deganimiz so'zlarning yasalish, turlanish qoidasining va so'zlardan jumla tuzish qoidasining yig'indisidir. Grammatika o'zining ma'nosiga asosan morfologiya va sintaksis degan ikki qismga bo'linadi. Morfologiya deganimizda so'zlarning yasalishi, tuzilishi, turkumlarga bo'linishi haqidagi qoida qonuniyatlarning yig'indisi morfologiya deyildi. Sintaksis deganimizda sintaksis til ilmining muhim tarkibiy qismi. Sintaksis jumlalarning tuzilishi, jumladagi so'zlarning bog'lanishi, jumla bo'laklari, jumlalarning turlari va jumlalardagi tinish belgilar to'g'risidagi qoida qonuniyatlarni tadqiq qiladi. Tilning tarkibiy qismlari bilan qisqacha tanishib o'tdik. Undaqda bu darsimizning asos mazmuni bo'lgan fonetikaga kelaylik. Fonetika Grekcha fon, ya'ni tovush, un degan so'zdan kelgan. U tilshunos atalg'usi sifatida rus tili orqali tilimizga kirib o'zlashgan. Hozir bu atalg'u til tovushlari va til tovushlarini tadqiq qilgan fan degan ma'nolarda qo'llaniladi. Undaqda fonetikaning tadqiqot obyekti nima deganda, fonetikaning tadqiqot obyekti shularni o'z ichiga oladi.
Fonetika tilshunoslikning muhim tarmog'i bo'lib, u til tovushlarının fizikalik alayligini, ya'ni til tovushlarının egiz pastligi va bunga munosabatlik bo'lgan ton, tonning turi, ularning turlik alayliklari va tildagi roli qatorliqlarni, til tovushlarının kuchlik ojizligi va bunga munosabatlik urg'u, urg'uning turlari, urg'uning alayligi va tildagi roli qatorliqlarni, til tovushlarının uzun qisqaligi va bunga munosabatlik bo'lgan uzun qisqa so'ziq tovushlar, ularning turlik alayliklari va tildagi roli qatorliqlarni, til tovushlarının timbri, ya'ni tusi va bunga munosabatlik bo'lgan so'ziq tovush va uzuk tovushlar, ularning turi va alayligi qatorliqlarni, til tovushlarının fiziologiyalik alayligini, ya'ni tovush chiqarish a'zolari, tovush chiqarish o'rinlari, tovush chiqarish usullari qatorliqlarni, til tovushlarının ijtimoiy alayligini, til tovushlarının birikish qonuniyati va bu birikish natijasi bo'lgan bo'g'im, bo'g'im shakllari, bo'g'im turi va ularning alayliklarini, til tovushlarının moslashish qonuniyatlari va alayliklarini, til tovushlarının turlik o'zgarishi va bu xil o'zgarishlarning qonuniyatlarini, til tovushlarının taraqqiyotini, intonatsiya, pauza, ritm va ularning turi, alayliklari qatorliqlarni o'zining tadqiqot obyekti qiladi. Undaqda til tavuşları degan nima deganimizda, til tavuşları so'zlarni shakllantiruvchi tovushlar til tavuşları deyildi. İnsanlarning so'zlash doirasi intayin keng va cheksiz, ammo so'zlarni ifodalaydigan til tavuşları intayin cheklik. Shuning uchun til tavuşları tilni ifoda qilguvchi eng kichik birlik, ya'ni tilning moddiy bo'si hisoblanadi. Bizning qulig'imiz bilan anglay olgan tovushlarning hammasi til tavuşları bo'lolmaydi. Til tavuşları faqatla tilimizdagi so'zlarni shakllantirish uchun qo'llangan tavuşlarni ko'rsatadi. Endi transkripsiya bilan tunishib chiqaylik. Transkripsiya deganimiz til tavuşlarini tavuş elementi nuqtasini xotirlaydigan belgilar sistemasi transkripsiya deb ataladi. Transkripsiya orqali har qanday tilning tavuşlarini to'g'ri xotirlagili bo'ladi. Shundoq bo'lg'achqa transkripsiya belgilarining soni har qanday alifbodagi harflarning sonidan ko'p bo'ladi. Bu asosan til tadqiqoti va til o'qitishda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir quroldir. Xalqarалық transkripsiya latin alifbasi asosida yaratilgan. Bizning tilimizdagi har qaysi dialekt va shivlarmi normalda xotirlangan vaqtida transkripsiya bilan xotirlanadi. Ve qadimgi yozıqlarda yozilgan har xil materiallar, metinlar va parchalarga o'xshashlar transkripsiya bilan xotirlanadi. Xalqarалық transkripsiya latin alifbasi asosida yaratilgan. Biz xalqarалық transkripsiya, Türkiye tili transkripsiyasi va Uyg'ur tili transkripsiyasini birozdan keyingi betlarda ko'rib o'tamiz. Endi fonema haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Fonema deganda Uyg'ur tilidagi har xil tovush elementlari o'zaro tovush farqlantirish roliga ega bo'lsa-mu, ular boshqa fonema hisoblanadi. Tilshunoslikda o'zaro ma'no farqlantirish roliga ega tovush elementlari fonema deyiladi. Ya'ni bir til yoki dialektda so'zning fonetikalik shaklini va ma'nosini farqlantirish roliga ega eng kichik birlik fonema deb ataladi. Masalan, bosh bilan besh ikkisining o'rtasidagi farqli bo'lgan fonema a va a, yosh va qosh bu ikkisining o'rtasidagi farqli fonema y va q, ata va ana bularning o'rtasidagi farqli fonema t va n hisoblanadi. Fonemani ko'rib chiqqandik, fonema so'zlarning ma'nosini farqlantirish roliga ega edi. Undaqda variant degan nima deganda, variant so'zlarning shakli va ma'nosini farqlantirishda asos bo'lolmaydigan til tovushi variant deb ataladi. Ya'ni variant deganimiz so'zlarning ma'nosini farqlantirish rolini o'ynay olmaydigan til tovushi variant bo'ladi. Uyg'ur tilida f va j'dan iborat ikki variant bo'lib, f tovushi P tavuşunun varianti, J tavuşu bo'lsa, Y bilan J tavuşunun varianti hisoblanadi. Masalan, daftar degan so'z arabchadan kirgan so'z.
ve biz bunu hazırkı zaman Uygur tilimizde defter dep kullanımız. Ama defter bilen defter boğandımı ikisi oxşaşla ma'nini ifadeleydi ve oxşaş sözünü ifadeleydi. Şuna bu yerde ikisinin ma'nisini farqlandırmadi dep qaraymiz. Ferman ve perman, yil ve jil, yılan ve jilan, ictimai ve ictimai, vicdan ve vicdan. Biz bularni telaffuz qilgan vaqtda f tovushini p deb telaffuz qilishimiz, j tovushini y va j deb telaffuz qilishimiz mumkin. Lekin bularni yozgan vaqtda imlo qoidasiga uyg'un shaklda yozishimiz kerak. Endi bu yerda ko'rganimiz hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi tovushlar bilan xalqaro transkripsiyaning selishtirmasi. Va bu yerda ko'rganimiz bo'lsa, hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi tovushlar bilan Uyg'ur tili transkripsiyasining selishtirmasi va bu yerda ko'rganimiz bo'lsa, hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi tovushlar bilan turkiy tillar transkripsiyasining selishtirmasi. Biz odatda turkiy tillar transkripsiyasini turkiy tillar tadqiqotida, Uyg'ur tili transkripsiyasini Uyg'ur tili tadqiqotida va xalqaro transkripsiyasini xalqaro tadqiqotlarda qo'llanamiz. Əmdi hərf və ilifbə degəndə til tavuşlarının yazıqda ifadeləydiğən ən kiçik bəlgə hərf deyə adılır. Hərflərin şəkli, namı, tərtibini göstərən cədvəl ilifbə deyə adılır. Bizdən tövəndə kökünümüz hazırki zaman Uyğur dilinin ilifbəsi və bu yerdə kökünümüz bunlar hərflər hesablanır. Hazırki zaman Uyğur dildə 32 tavuş, 32 hərf olub, tilimizin lüğət tərkibə kirgan sözlər muş 32 tavuşның özara birikişidən hasıl buludu. Bu 32 tavuşdan 30'u fonema, ikisi variantdır. İkisi variantdır deganimizdə F və J variant hesablanады. Tilimizdeki bu 32 tavuş öpküdən çıxan hava aqımının tavuş çıxırış əzalarının tosalğısına uçraş yoki uçurmaslıqqa qarab sozuq tavuşlar və üzük tavuşlar deb iki çoğ türgə bölünüdü. Ondaqda sozuq tavuş bilan üzük tavuşның fərqi nimə? Hər qandaq bir tildə tavuş elementləri sozuq tavuş və üzük tavuş deb iki çoğ türgə ayrıldı. Sozuq tavuşlarni tələffüz qilgan vaqtimizda öpküdən çıxan hava aqımı ağız boşluğu yoki bo'g'izda hech qandaq to'solg'i uchirmay erkin chiqadi. Üzük tavuşlarni tələffüz qilganda bo'lsa, öpküdən çıxan hava aqımı tavuş chiqarish a'zolarining ma'lum joyida to'solg'i uchrab, ondan chiqadi. Tavuş chiqarish organlari deganimizda, tavuş chiqarish organlarimizga qalpoq, tish, til, tanlay, bo'g'oz, burun, qovuz qatorliqlar tavuş chiqarish organlarimizga kiradi. Ondaqda hazırki zaman Uyğur tilidagi tavuşlar bilan tanışıp chiqayli. Uyğur tilida 8 so'zliq tavuş bar bo'lib, ular a, e, i, o, u, ö, ü qatorliqlar. So'zliq tavuşlar til o'rni va tilimizdagi roli qarab 3 ga ayrıladi. Til aldı so'zliq tavuşlar ö, ü qatorliqlar til aldı so'zliq tavuşlar kirdi. Chunki bularni telaffuz qilgan vaqtda tilimizning oldi tarafida telaffuz qilamiz. Til arqa so'zliq tavuşlar a, o, u qatorliqlar til arqa so'zliq tavuşlar hisoblanadi. Biz bu tavuşlarni telaffuz qilgan vaqtda tilimizning arqa tarafida bo'g'izimizga yaqin bo'lgan yerda telaffuz qilamiz. Ara so'zliq tavuşlar və i qatorliqlar ara so'zliq tavuşlar hesablanadi. Biz normalda və i'ni telaffuz qilgan vaqtimizda tilimizning oldi qismida telaffuz qilamiz. Ammo bu tavuşlar so'z ichida kelgan vaqtda ham til oldiga, ham til orqasiga moyil bo'lganligi uchun til ara so'zliq tavuşlar deb atalgan. So'zliq tavuşlar lav holatiga qarab lavlashgan va lavlashmagan so'zliq tavuşlar deb ikkiga ayrıladi. Chunki biz bu so'zliq tavuşlarni telaffuz qilgan vaqtda livimizning, ya'ni qalbimizning harakati o'zgaradi. Lavlashgan so'zliq tavuşlar deganimizda o, u, ö, ü qatorliqlar lavlashgan so'zliq tavuşlarga kirdi. Lavlashmagan so'zliq tavuşlar a, i qatorliqlar. Chunki biz a, e,
i qatarlıq tavuşlarını tələffüz qılğan vaxtımızda dilimizin halatı özgərməydi. Uyğur tilida 24 üzük tavuş var olub. Bunlar B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, J, F, Ş, G, F, Q, K, G, N, L, M, N, H ve Y qatarlıqlar. Üzük tavuşlar tavuş pərdəsinin titrəməsinə əsasən caranlıq üzük tavuşlar və caransız üzük tavuşlar da ikiyə ayrılır. Caranlıq üzük tavuşlar adətdə biz tələffüz qılğan vaxtımızda tavuş pərdələrimiz titrəb çıxır. B, C, D, R, Z, J, G, G, N, L, M, N, H ve Y qatarlıqlar caranlıq üzük tavuşlar kirdi. Caransız üzük tavuşlar deyəndə biz bu üzük tavuşların tələffüz qılğan vaxtımızda tavuş pərdəsi titrəməsindən çıxdı. P, T, Ç, X, S, Ş, F, Q, K qatarlıqlar caransız üzük tavuşlar kirdi. Üzük tavuşlar tavuş çıxırış ornu cəhətdən tövəndikidək 8 türə ayrılğan boludu. Qoş kalpuk tavuşları, yani işkilliğimizni kollanıp durup çıkargan tavuşlar qoş kalpuk tavuşları hesaplanıdı. B, P, M qatarlıqlar qoş kalpuk tavuşları hesaplanıdı. İkinci, çiş kalpuk tavuşları adətdə biz bu tavuşlarını tələffüz qılğan vaxtımızda hem dişimizni, hem kalpukumuzni kollanğan əsasda tələffüz qılırıq. F ve V qatarlıqlar çiş kalpuk tavuşları hesaplanıdı. Üçüncü, til uçu aldı diş düyü tavuşları. Adətdə biz bu tavuşların tələffüz qılğan vaxtımızda tilimizin uçu dişimizin tüyüge tegib durub tələffüz qılındı. T, D, N, R, L qatarlıqlar til uçu aldı diş düyü tavuşları hesaplandı. Dördüncü, til uçu aldı diş tavuşları. Adətdə biz bu tavuşların tələffüz qılğan vaxtımızda tilimizin uçu dişimizin uçuğa tegidi. S, bəzi til uçu aldı diş tavuşları hesaplanıdı. Beşinci, til üstü aldı qatlıq danlay tavuşları deyəndə biz adətdə bu tavuşların tələffüz qılğan vaxtımızda tilimiz tanlıyımızğa təkkən alətdə tələffüz qılırıq. C, Ç, Ş, Z qatarlıqlar til üstü aldı qatlıq danlay tavuşları kirdi. Altıncı, til üstü arqa qatlıq danlay tavuşları deyəndə adətdə biz bu tavuşların tələffüz qılğan vaxtımızda tilimizin ucu tanlıyımızın arqa tərəfigə tegib durub tələffüz qılındı. G, K, Y qatarlıqlar til üstü arqa qatlıq danlay tavuşları hesaplandı. Yedinci, til tüvi yumşaq tanlay tavuşları deyəndə adətdə biz bu tavuşların tələffüz qılğan vaxtımızda tilimizin arqa qismi tanlayının ən arqa qismiga tegib durub tələffüz qılındı. Til tüvi yumşaq tanlay tavuşları deyəndə Q, M, X, G qatarlıq tavuşlarını öz içigə alırdı. 8-ci, boğuz tavuşu. Boğuz tavuşu boğuzumuzdan çıxan tavuşunu göstərirdi. Yani H boğuz tavuşu hesaplanırdı. Üzük tavuşlar tavuş çıxırış usulu cəhətdən tövəndikidək 6 türə ayrılır. Birinci, partılğıç tavuşlar. Partılğıç tavuşlar adətdə biz tavuş çıxırğan vaxtda partılğan bir şəkildə çıxıdır. B, P, D, G, K qatarlıqlar partılğıç tavuşlar kirdi. İkinci, partılğıcı seyirlanğı tavuşlar. Partılğıcı seyirlanğı tavuşlarga C və Ç qatarlıqlar kirdi. Üçüncü, seyirlanğı tavuşlar. Seyirlanğı tavuşların tələffüz qılğan vaxtımızda seyirlib silıq bir şəkildə çıxıdır. F, V, S, Z, J, Y, R, X, Ş, H qatarlıqlar seyirlanğı tavuşlar kirdi. Dördüncü, dımaq tavuşu. Dımaq tavuşu deganimizdə adətdə biz tavuşlarını tələffüz qılğan vaxtımızda burnumuzun kullanımız M, N,
N qatarlıqlar dımaq tavışı hesablanıdı. 5-ci qovuz tavışı. Qovuz tavışı deganimizdə adətdə iki qovuzumuzni qo'llanib turib chiqargan tavışını ko'rsatdi. L qovuz tavışı hesablandı. 6-cı titrigüç tavuş. Titrigüç tavuş deganimizdə adətdə biz tavuş chiqargan vaqtimizda titrigan bir şəkildə chiqqan tavuşunu ko'rsatdi. R titrigüç tavuş hesablandı. Dərsimizin axırına gəldik. Dərsimizin axırı yenə ilgirki saatlərimizdə oxşaşla bu dərs münasibətli bolğan iki sualını sizlərə sorab ötməkçi. Birinci, fonema bilan variantның fərqi nimə? İkinci, üzük tavuşlar tavuş pərdəsinin titrəş-titrəməzligi cəhətdən qaysı türlərə ayrılır? Bu sualların cavabını YouTube videomuzun astidagi baha qismiga yoki Instagram hesabımızın DM qismiga yetib əbəsənlər buldu. Ondaqda keyinki saatlik dərsimiz görüşəylik. Xeyir xoş.